Piyozni gaz plitaga tekkizing. Natijasi sizni hayratga soladi. Agar farzandlaringizda kuchli yo'tal, tomoq og'rig'i yoki shamollash bo'lsa, eng yaxshi yechim piyozni plitaga qo'yish. Avvalo piyozni yarmiga bo'ling. So'ngra vilka bilan ushlab, piyozni gaz plitaga qo'ying. Rangi o'zgarguncha qizdiring. Piyoz gripp, bronxit, yo'tal va shamollashga qarshi a'lo yordamchi vosita. Piyozni olovdan oling va o'rtasiga biroz Vicks Vaporub surting. Bu malham tarkibidagi bug'lar nafas yo'llarini kengaytiradi va nafas olishni yengillashtiradi. Endi piyozni tomoqqa qo'ying, rasmda ko'rsatilgandek. Bu usul og'riqni kamaytirish va yallig'lanishni bosish uchun keng qo'llaniladi. Piyoz tomoqni yumshatadi, burun bitishini kamaytiradi va yo'talni yengillashtiradi.